yoki inna hasanan qultum alladhi nafsi bi yadihi kama qalat banu Isroil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun la tarkabunna sanana man kana qablakum. İmam Tirmizi rivoyatlari. Abu Vaqidin Laysi aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Hunaynga chiqdik. Biz yangi musulmon bo'lgan vaqtimiz edi. Mushriklarning bir daraxti bor ediki, shu yerga kelib o'tirib, shu yerda qurol aslahalarini shunga bog'lashib qo'yishardi. Buni zotu anvob deyiladi. Biz ham bir sidra, shunday daraxtning oldidan, sidr daraxtining oldidan o'tdikda, shunda ya Rasululloh bizga ham shu ularni o'zlari bir maxsus borib o'tirishib, shu yerda qurollarni osib kelishadigan bir bizga ham zotu anvob bizga ham qilib bering deydi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar dedilar. Yangi musulmon bo'lishgan edi. Inna hasanan. Bu avvalgilarning yo'li dedilar. Ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki dedilar. Bu so'z Banu Isroilning Musoga aytgan so'zining ayni o'zi deydi dedilar. Ular Banu Isroil Muso alayhissalomga xuddi sizlar Kufr daryosidan salomat chiqib islom najotiga o'tuvdinglar. Banu Isroil ham Nilning balosidan shunday chiqishgan edilar. Nil daryosidan salomat chiqishgan edilar. Salomat chiqib Allohning ne'matini ko'rishganlardan keyin bo'zakka ibodat qilayotganlarni ko'rib, bizga ham bularning ma'budiga o'xshagan bir ma'bud qilib bering deyishgan. Ana shu so'zning ayni o'zi dedilar. Mana bu so'zda ular bir ma'bud qilib bering, biz shu yerda sajda qiladigan bo'lsin deyishmagan edi. Kofirlarning bir sayilgohiga o'xshagan bir joy bor edi, bizga ham shunaqa maxsus joy qilib bering deb talab qilishgan edi. Ba'zi bir kishilarga bu narsa islomda yo'q, bu narsa sig'inish bu shirk bu desa, biz sig'inyapmizmi, ibodat qilib buni biz iloh deyapmizmi deyshadi. Masalan, Allohdan boshqaning nomiga so'yib bo'lmaydi desa, men Allohning nomidan boshqaga so'yib, men ibodat qilyapman deydi. Ibodatning ma'nosi nima? Ibodat savob bo'ladigan narsani ibodat deymiz. Bu qo'yni so'yishingizdan biror bir savobni ham umid qilasizmi desa, u savobni umid qilish yo'lida tursin, bu bilan men jannatga xohlagan darvozasidan kirishni umid qilaman deydi. Shunchalik katta, bundan keyin gunohim bor deb o'ylasam ham gunohkor bo'laman deydigan darajada da'vo qiladi. Ibodat mana bu narsa sig'inish bo'lmasdan nima narsa bu? Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisning davomi boshqa rivoyatlarda avvalgilarning yo'liga ergashasizlar dedilar. Hatto shunday oyoq kiyimni bir poyi ikkinchi poyiga to'g'ri kelgandek sizlarni qilgan ishinglar o'tgan Banu Isroil adashgan toifalarning yo'liga o'xshab ketadi dedilar. Nauzubillah, hatto hadisning sarohat iborasi shu bo'lgan keyingi boshqa rivoyatlarda. O'zining eng yomon gunohlarni qilgan millatlari topilgan bo'lsa, sizlarda ham shu topiladi dedilar. Shuning uchun bizda ko'p kishilar nima uchun boshqalar birovni tug'ilgan kunini nishonlanishadi-yu, bizdagi ulug' sahobalarning kunini tug'ilgan kunini nishonlash yo'q. Biz ham bir o'zimizning ulug' zotlarimizni tug'ilgan kunini nishonlaymiz deb darrov biz bir narsa paydo qilamiz. Va buni ibodat tusiga kirgizib odamlarga e'lon qilamiz. Mana bu narsa bid'atning paydo bo'lishlik sabablaridandir, birodarlar. Hamiyat boshqalarning qilayotganini biz ham o'zimizga xos boshqacharoq o'zi islomiy shaklda deb aytay deb odamlarni o'zini ta'biri bilan aytganimizda islomiy shaklda qilamiz deydi. Ular deydi mast qiluvchi ichimliklarni qator qilib qo'ygan bo'lsa, biz deydi halol narsalarni qo'yib turib qilamiz deydi. Mana bu narsaning natijasida bid'at paydo bo'ladi. Mana bu hamiyat orqali paydo bo'lingan bid'at xatarli yo'ldir, birodarlar. Shuning uchun buni asli o'zi tashabbus bil kuffar bor. Kofirlarga o'zini o'xshatishlik orqasida bo'ladi.
Agar birodarlar har bir kishini tug'ilgan, ulug' kishini tug'ilgan kuni bo'lsa, bu hamma odamda o'zini mahallasining ulug'i bor, shaharining ulug'i bor. Har ulug'lar ko'payib ketadi, bu 360 kun yetmay qoladi birodarlar. Shun bilan odamlar hamma hayoti tug'ilgan kunni nishonlashga chiqib ketadi. Jamiyat bir ma'nosiz bir jamiyatga bo'ladi. Birov 10 ga kirganligi, 20 ga kirganligi, 30 ga kirganligi bu narsani nishonlanishlarini ko'rib turib, musulmonlar ham shaqsa hayotni hammasi chapani til bilan aytganimizda hayotni hammasi po'stindan chiqib ketadi. Hech bir ma'no qolmaydi. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni muhabbat izhor qilishlik yoki sahobalarga muhabbat izhor qilishlik, u xohlagan umrida yemagan narsalarni oldiga qo'yib ashkini ziyofat qilishlik bilan katta narsani muhabbat izhor qilmoqchi bo'lmasin birodar. U ham lazzatli narsalarni yeb, ham o'zini hamma xohlagan narsasini, hayotida yemagan narsalarni paydo qilib turib, shu bilan o'zini muhabbatini izhor qilmoqchi bo'lmasin. Haqiqiy muhabbat qilaman degan kishilarga, Allohni yaxshi ko'raman degan kishilarga Allah subhanahu wa ta'ala "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum vallohu ghafurur rahim." Agar Allohni yaxshi ko'rsanglar deng, menga ergashinglar deng. Ergashing Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilsangiz. Imom Malik mana Madinadagi eng faqih ulamolardan. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikda juda namuna bo'lgan kishilardan bo'lganlar. Sahobalar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilishganlar, u kishiga ergashganlar, har bir amallarni shu kishining buyruqlariga muvofiq qilishganlar. Tobiinlar ergashganlar. Imom Malik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir hadislarini rivoyat qilyapsalar, ranglari o'zgarib ketar ekan. Va tahorat qilgan holatda, qiblaga qaragan holatda liboslarini to'g'rilab, xushbo'ylanib turib bitta hadisni o'qib berar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hadisni aytdilar deb birov aytib qolsa, u kishining butun ranglari o'zgarib ketar ekanlar. Hattoki Imom Malikning oldida bir hadisni rivoyat qilgan hammalari qo'rqar ekanlarki, bu kishining hollari o'zgarib ketadi deb. Shunda so'rashdilarki, bunchalik siz o'zgarasiz deganlarda, men ko'rgan narsani ko'rganingda bu narsaga gaplanmasding degan ekanlar. Nimani ko'rgansiz degan Said ibn Munkadirdan juda oldlarda bir hadisni rivoyat qilib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomlarini bo'lsa, u kishi engishib qolar ekanlar. Holatlari shunday, o'zlarida quvvatsizlanib shunday engishib qolar ekanlar. Yig'i tutib ketar ekanlar. O'zlari nihoyatda badsom bir shirin gap, odamlarni kuldirib yuruvchi kishi bo'lishliklariga qaramasdan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nomlarini eshitishlari bilan yig'i tutib o'zlarini tutolmay qolar ekanlar. U Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilishlik yoki sahobalarga muhabbat qilishlik u kishining tug'ilgan kunlarini nishonlanishlik bilan bo'lmaydi birodarlar. Qilgan biz ham qilaylik degan narsadan kelib chiqadi. Islom ummatining peshvolari, sahobalar, tobiinlar bid'atga nisbatan qattiq turishganlar. Ummu Dardo rivoyat qiladilarki, قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك؟ فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر